Endi nima qilasizlar qizlar? Qaranglar. Tugunlar tigib olganmiz mana. Tugunchalar tigib olganmiz. Bular 3 metrliklar. Bu uzunlari 5 metrliklar. Endi nima qilamiz? Ikkita misol uchun mana ikkita tugunligidan olsak va ikkita tuguni yo'qdan olamiz uzunidan. Mana. Qaranglar nima qilamiz. Mana. Ikkita tugunlik, mana ikkita tuguni yo'qdan olib, ikkita tugunlikni o'rtasiga olib, mana tekis tugun yasaymiz. Qanday yasaymiz? Faqat bir tomonga yasaymiz. Mana. Faqat bir tomonga. Mana, faqat mana shu tomonga. Meni faqat chap tomonga qo'lim keladi. Mana. Faqat bir tomonga yasaymiz. Bir tomonga yasaganimizda prujina bo'lib cho'zilib ketadi. Endi bu tomonga olganimizda ham yana bir tomonga, faqat bir tomonga qaratib ketaveramiz. Uni aylantirmasangiz ham o'zi aylanadi. Faqat bir tomonga qaratib ketaveramiz. Faqat nima qilasizlar? Qattiq tortamiz. Keyin mana men buni tortayotganimda mana ipni tagida mana bitta barmog'im bilan ushlab olaman har doim. Buni pastga tortib, buni baylayman. Mana mononi albatta pastga tortish kerak. Shunda tagi tekis bo'ladi. Ishingiz tekis bo'ladi. Qo'limga qarab tursangiz, qo'limda faqat shu pastga mashina albatta ushlayman mana. Bun bilan pastga tortayotgan bo'laman mana. Ko'rdingizmi? Endi yana. Faqat bir tomonga qilib qilamiz. Qariya bo'ldi. Endi yana xuddi shunday qilib olamiz. Yana xuddi shunday ikkita tugunligidan olsak, mana ikkita tugunlik va ikkita tugunsiz olamiz. Uni ham xuddi shunday qilib bir tomondan yasaymiz. Ko'rinyaptimi? Faqat bir tomonga qilib turib belgilab olsak, mana. Endi yana xuddi shunday qilib yana ikkita tugunlikni olib, mana ikkita tuguni yo'qni olsak, bizga xuddi shunday qoldi mana. Bizda ikkita tugunlik va ikkita tugunsiz qoldi. Ularni ham shunday qilib ko'rdinglar? Xuddi shunday qilib tugunlarni yechib olamiz. Endi tuguni chiqamiz. Belgilab oldik. Hammasini tugunni yechib chiqamiz. Endi shuni davom etamiz. Hammasini o'qishamiz.
Kriminalleştirip var. Gitsin. Men seni sevaman. Seni turmush quramiz. Aka. Aka. Uzr so'rayman, kechirasiz. Ko'zingga nima bo'ldi? Sigir sog'ayotganda tepib yubordi. Tuyog'i yuzinggacha qanday chiqdi? Mayli, buni qo'ya tur. Haligi sen bilan uchrashga rozi bo'lmaganim uchun